Assalomu alaykum. Sattor aka, yaxshimisiz? Ichkariga kir, gap bor. Nima bo'ldi sizga? Tinchlikmi? Tinchlik emas uka, tinchlik emas. Xo'p, nima bo'ldi? Menga tushuntirib aytsangiz-chi? Yuragim nafas yetmayapti. Voy. Yugurgandanmi? Bilmayman nimadan. 10 ta qabr kavlasam ham bundaqa charchamasdim. Menga tushuntirib ayting, nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Odamni qo'rqitmang, iltimos. Yomon ish bo'ldi, Asrorbek, yomon ish bo'ldi. Xo'p, nima bo'ldi? Ayting. Odamni qo'rqitmasdan ayta qolsangiz-chi? Oyingim aytdi. Qabr tashqarisida yotibdi. Nima? Qachon? Qachon bo'lardi? Hozir qarasam, o'sha kafanga o'ralgan holatda qabr tashqarisida yotibdi. Ko'rib qo'rqib ketdim. Senga qo'ng'iroq qilsam, telefonim ishlamadi. Keyin yugurib kelaverdim uka. Onamni mayiti go'rini tashqarisida. Men ham hayronman. Nimaga bunaqa bo'ladi, aka? Nimaga? Men ham bilmadim uka. Bilmadim. Bir nima qilishimiz kerak uka. Mayitning bu ahvolda turishi yaxshi emas uka. Asror. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Hali tong yotmasdan tez keling deb chaqirtiribsan. Tinchlikmi? Opa, yomon xabar bor. Qanaqa xabar? O'zi onam o'lgandan keyin zo'rg'a yuribman. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Gapir. Opa, boya go'rkov kelib ketdi. Xo'sh. Onamni mayiti qabrdan chiqib qolganmish. Nima? Voy o'lmasa. Nimaga? Nimagaligini men qayerdan bilaman, opa? O'zi ko'mganimizga 2 kun ham bo'lgani yo'q. Sattor aka ham qo'rqib ketganidan chopib ketdi. Qanaqasiga? Kim bu ishni qilgan ekan? Bilmadim, opa. Xullas, 2-3 soatdan beri ko'zimga uyqu kelgani yo'q. Menga qara, Asror. Bu gapni birov bilmadimi? Butun mahallaga, tanish-bilishlarga tarqab ketib, sharmanda bo'lmaylik yana. Yo'q, opa, hali hech kimga aytganim yo'q. Birov bilmasin ukam. Hali ta'ziyaga odamlar kelib turibdi. Ularga ham bildirish kerak emas. Ha, aytgancha, o'sha qabrni qaytadan kavlab ko'msa bo'lmasmikin? Bo'lmas ekanda, opa. U qabrga tuproq to'lib ketibdi. Voy, unda nima bo'ladi? Asror, hozir onamni o'ligi qayerda? Qayerda yotibdi? Allohu akbar. Sattor. Ha? Shu gap rostmi? Rost mahkam ota. O'zim ham hayronman. Bu siz ishlagan paytda ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Bir marta bo'lgan. O'zi Roziya opani ko'mganimizga 2 kun bo'lgan edi. Kechasi oq kafan ko'zimga ko'rindi. Borib qarasam, mayit yerda yotibdi. Qabr bo'lsa tuproqqa to'lib qo'ygan. Demak, uni Allohga xush kelmaydigan bironta ishi bor. Shunaqasi ham bo'lar ekanda. Ha, bo'ladi, Sattorbek. Har birimiz xomus temgan bandamiz. Endi ba'zan bilib bilmay odamlarga yomonlik qilib qo'yamiz. Roziya opani yaxshi odam deyishardi. Ko'pchilikka yordam tekkan ekan. Qaydam. Bilib bo'lmaydi. Axir mayitni birov kovlab chiqarib qo'ymagan-ku. Qaydam, Sattorjon. Bilib bo'lmaydi. Demak, u ayolni gunohlari juda ko'p bo'lgan.